2025-yilning mega loyihasi hisoblanmish yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlariga ayni kunlarda katta tayyorgarlik ishlari olib borilyapti. Bizga ishonib topshirilgan bo'lajak sport forumi doirasida Olimpiya shaharchasining qurilish ishlarini faol tashkil qilish barobarida sport turlari bo'yicha termalar ham mashg'ulotlarga jiddiy kirishishgan. Dasturiga 20 dan ortiq sport turlari kiritilgan nufuzli sport bayramida badiiy gimnastika bo'yicha bellashuvlarning o'rni o'zgacha. Biz ham ushbu sport turi bo'yicha yoshlar terma jamoasi a'zolari tayyorgarligiga nazar soldik va bugungi dasturimiz doirasida shu haqida so'z yuritamiz. Xalqaro sport maydonida badiiy gimnastika bo'yicha vakillarimiz o'z o'rniga ega. Kattalar va yoshlar terma jamoalarimiz yirik turnirlar doirasida yuqori natijalarni qayd etib, qit'amiz hamda jahon miqyosida munosib raqib sifatida tilga olinishadi. Qolaversa, azim poytaxtimiz Toshkent shahri Jahon Kubogi bosqichlari, Osiyo chempionatlari kabi yirik musobaqalarga doimiy ravishda mezbonlik qiladi. Bu safar ham badiiy gimnastikachilarimizga katta umid bildirilgan bo'lib, Toshkent 2025 musobaqalari doirasida bizning qizlarimiz albatta shohsupadan joy egallashlari uchun iste'dodli gimnastikachilarni termamiz safiga saralab olish maqsadida mutaxassislar har bir sportchining qobiliyati, dasturlar doirasidagi imkoniyatlarini kuzatib kelishyapti. Nasiba Xoliqovaning shogirdlari ayniqsa so'nggi yillar davomida xalqaro turnirlarda muvaffaqiyatli ishtirok etib kelishmoqda va hozirda ham murabbiy sportchi qizlar bilan jiddiy tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Biz mashg'ulotlarga faol kirishganmiz. Hali bir yil vaqt bordek tuyulsa-da, biz uchun oz fursat qoldi. Sport taqvimidan o'rin olgan ko'plab yirik musobaqalarda qizlarimiz ishtirok etib, o'z mahoratlarini yuqori darajada namoyon etishlari shart. Chunki yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlarida yurtimiz sharafini himoya qiladigan tarkibga yakkalik bahslarida 2 qizimiz, guruh mashqlarida esa 6 ta gimnastikachimiz kiritiladi. Har bir sportchi terma jamoaga saralanishni orzusida. Biz murabbiylar uchun ham bu katta sharaf albatta. В индивидуальной программе Yakkalik bahslarda sportchilar 4 ta predmet bilan ishtirok etadilar va mezbon davlat sportchilari bilan bir qatorda qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy va Janubiy Koreya mamlakatlari sportchilari orasida jiddiy raqobat kuzatilsa, guruh mashqlarida biz uchun kuchli raqiblarimiz Chin yurti vakillari bo'lishadi. Bu mamlakat sportchi qizlari jamoaviy ko'p kurashda murakkab dasturlar bilan ishtirok etishlari aniq.
Shuning uchun eng munosiblar terma tarkibga saralanishadi va ular orasida bizning shogirdlarimiz ham bo'ladi degan niyatdaman. Muhimi, qizlarimiz uchun barcha zarur sharoitlar yaratib berilyapti. Ular issiq sport bazada tayyorgarlik ko'rib, muntazam xalqaro musobaqalar doirasida yuqori natijalarni qayd etishyapti. Xoliqovaning qo'l ostida bir nechta iste'dodli gimnastikachilar shug'ullanishadi. Ular orasida xalqaro turnirlarda ko'plab yutuqlarga ega sportchi Nataliya Usovani muxlislar yaxshi bilishadi. Ammo uning yosh toifasi Toshkent 2025 musobaqalarida ishtirok etish uchun to'g'ri kelmagani bois, poytaxtimizda bo'lib o'tadigan nufuzli bellashuvlarga saralanib olish uchun Nataliyaning singlisi Safiya hozirda murabbiyi Nasiba Xoliqova qo'l ostida shug'ullanib kelmoqda. Safiya gimnastika sport turiga deyarli opasi bilan bir vaqtda salkam 12 yil avval kelgan bo'lib, shu vaqtgacha uning ham o'z natijalari bor. Lekin Toshkentdagi musobaqalarning mas'uliyati o'zgacha, deydi suhbatdoshimiz. O'z yurtimizda biz albatta raqobatni yengib, shohsupadan joy egallashimiz shart. Buning uchun esa eng kuchlilar mukammal tayyorlangan dasturlari bilan ishtirok etishlari kerak bo'ladi va bu qatorda o'zimni ko'rishni juda istardim, deya ta'kidlaydi Safiya. Qahramonimiz jamoadoshlari singari maktab o'quvchisi bo'lib, uni qo'llab-quvvatlab kelayotgan ustozlariga ham o'z minnatdorchiligini izhor qildi. Я учусь в 8 А, 101. Men poytaxtdagi 101 umumta'lim maktab o'quvchisiman. Mashg'ulotlarimiz muntazam ravishda 2 mahal olib borilishi sabab bizda deyarli bo'sh vaqtimiz bo'lmaydi. Shuning uchun imkon qadar masofaviy o'qishimiz uchun ham sharoit yaratib berilgan. Shu bilan birga qo'shimcha darslarga ham qatnashamiz. Vaqtimiz tobora kamayib boryapti. Kelgusi kuzda yurtimizda tashkil qilinadigan nufuzli musobaqalarda ishtirok etish uchun barcha mahoratlarimni ishga solaman va terma jamoat tarkibiga kiraman degan niyatdaman. Yangi olimpiya siklining qoidalariga qator o'zgartirishlar kiritilib, dasturlar doirasida qizlar ko'plab qiyin elementlarni bajarishlari bilan birga artistik mahoratga alohida urg'u qaratishlari shart. Terma jamoa a'zolarining dasturlari shu sabab yanada murakkablashtirib, bu borada O'zbekiston Gimnastika Federatsiyasi xalqaro hamkorlikni ham yo'lga qo'ygan. Yaqinda yurtimizga jahon gimnastikasida yetakchilardan hisoblangan Bolgariya davlatidan mutaxassislar tashrif buyurib, sportchilarimizning dasturlarini ko'zdan kechirishdi va ularni yuqori baholanadigan elementlar bilan boyitib, mukammallashtirishga harakat qilishdi. Endi esa ushbu dasturlar bilan sportchilarimiz xalqaro musobaqalar doirasida o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishadi. Toshkentdagi musobaqalarda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritish oson bo'lmaydi. Hozirda bir nechta kuchli sportchilarimiz bunday sharafga loyiq bo'lish uchun harakat qilib kelishmoqda. Shu qatorda Mariya Mamadjonovaning shogirdlari ham. Я работаю с Никифоровой Викторией.
Ustoz uchun har bir shogirdining yutuqlari katta mukofot aslida. Qizlarim orasida Viktoriya Nikiforovaning yutuqlari meni ayniqsa quvontirib kelyapti. Qizim o'tgan yili yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida g'alabani qo'lga kiritgan, ko'zlagan maqsadimizga yanada yaqinlashib borayotganimizni bildiradi. Hozir muntazam o'tkazilayotgan mashg'ulotlarda dasturimizni murakkablashtirib boryapmiz. Kuchli salohiyatga ega qizlar juda ko'p. Umid qilamanki, shogirdim bilan Toshkentdagi Osiyo o'yinlarida ishtirok etish sharafiga munosib bo'lamiz. Buning uchun ko'p harakat qilishimiz kerak. Saralanishni o'zi bo'lmaydi, uddalaymiz deb o'ylayman. Сейчас на самом деле правила поменялись. С одной стороны, кажется... Yangi mavsumda qoidalar sezilarli darajada o'zgaryapti. Bir qarashda oson tuyulsa-da, aslida qizlarimiz murakkab vazifalarni uddalashyapti. Dasturlarimiz qiziqarli va shu bilan birga qiyin elementlar bilan boyitilgan. Viktoriya tabiatan quvnoq qiz bo'lgani uchun unga moslab barcha kompozitsiyalarni ham tashkillashtirganmiz. Yaqinda Bolgariyadan kelgan mutaxassis bilan dasturlarni ko'rib, turli xil elementlar qo'shishga qaror qildik. Shogirdimga ham o'zimga ham ma'qul kelib, endi mahoratimizni charxlab boryapmiz. Qizlarning mashg'ulotlarini kuzatar ekanmiz, avvalo ularning kuchli irodasiga, nafislik bilan bajarayotgan har bir elementlarni qayta charxlab borishlariga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Majmuadagi deyarli har bir yosh sportchining kamida 10 yillik faoliyati, xalqaro turnirlar doirasida yetarli tajribasi bor. Viktoriya Nikiforova ham shular qatorida. Oldinda ko'plab xalqaro turnirlar bor. Avvalo ularda munosib ishtirok etib, jamoa safiga saralanib olishni reja qilgan gimnastikachi o'z maqsadi sari maksimal ravishda intilib kelmoqda. Профессионально я занимаюсь с 4,5. 4 yoshdan boshlab gimnastika sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Hozir yoshim 14 da. O'zimni omadli qiz deb bilaman, chunki men malakali, mehribon va shu bilan birga o'ta talabchan ustozim bo'lmish Mariya Anatolievnani qo'l ostilarida 10 yildan beri gimnastikani sir-asrorlarini o'rganib kelyapman. O'tgan mavsumdan faqatgina to'p bilan bajariladigan mashqimizni mukammallashtirdik. Bu yil esa biz 3 ta yangi dastur tayyorlaganmiz. Har biri juda ham chiroyli va murakkab elementlar bilan boyitilgan. Очень большая конкуренция. Bizda iste'dodli qizlar juda ko'p. Shuning uchun har birimiz imkonimiz boricha harakat qilamiz. Ishtirok etayotgan har bir musobaqamizda biz yuqori ballarni qo'lga kiritishimiz shart. Saralashdan kuchlilar o'tishi aniq. 2025-yilda bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlari juda ham mas'uliyatli musobaqalar bo'lib, hozirda barcha diqqat e'tiborimiz mahoratimizni charxlashga qaratilgan. Yaqinda O'zbekiston chempionatida ham ishtirok etdik. Men uchun muvaffaqiyatli o'tgan bu sport tadbirlaridan so'ng mamlakatimizda tashkil qilingan xalqaro bellashuvlarda ishtirok etdim. Biz bilan tajribali mutaxassislarning katta jamoasi ish olib borishadi. Yuqori natijalarimiz ularning mehnati mahsulidir va bizga bildirilgan ishonchni oqlashga harakat qilamiz.
Yakkalik bahslarida bir sportchi murabbiyi bilan individual shug'ullanib, ustozning ko'rsatmalariga binoan mahoratini charxlab borsa, guruh mashqlarida ishtirok etadigan qizlarga anchagina qiyin. Chunki birgina qo'yilgan xato butun jamoaning bahosini tushirib yuborishi mumkin. Tajribali mutaxassis Maya Filipova hozirda guruh bahslarida ishtirok etadigan sportchilar bilan mashg'ulotlar olib boryapti. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor albatta, ammo qizlarimiz istidodlari va bir-biriga mehribonligi bilan ajralib turishadi. Ularga qanday mas'uliyat yuklatilganini har biri yaxshi tushunadi. Shunga yarasha ham mehnat qilishmoqda, deydi murabbiy. На сегодняшний день все еще проходит отбор. Guruh bahslarida ishtirok etish uchun tarkibga saralanib olish oson emas. Mamlakatimiz bo'ylab iste'dodli sportchilarimizni ko'zdan kechirib, eng kuchlilarini terma jamoaga jalb qilganmiz. Hozirda tarkibda poytaxtimizdan Samarqand, Navoiy va Sirdaryo viloyatidan kuchli salohiyatga ega qizlarimiz guruh mashqlarini bajarishga kirishgan. Lekin biz hali kuzatib boryapmiz. Jamoa haqiqatdan ham juda kuchli sportchilar bilan boyitilishi shart va mezbonlar sifatida biz yuqori darajada ishtirok etishimiz kerak. Yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlari doirasida o'tkaziladigan badiiy gimnastika bo'yicha bellashuvlarda nafaqat yakkalik va guruh mashqlari baholanadi, balki jamoaviy umumiy ko'rsatkichlar ham inobatga olinadi. Ya'ni har bir sportchi mashqidan qat'iy nazar xatoga yo'l qo'yishga haqqi yo'q, chunki uning ballari jamoaviy natijaga ta'sir etishi aniq. Shuning uchun dasturlarni sportchilarimiz mukammal bajarishlari talab etiladi. Мы поддерживаем друг друга, каждого, чтобы Jamoamiz juda xil, bir-birimizni hamisha qo'llab-quvvatlab kelamiz. Oldimizda qator mas'uliyatli turnirlar bor. O'zbekiston chempionati, Jahon kubogi bosqichi, qit'aviy musobaqalar. Jamoamiz uchun muntazam xalqaro turnirlar doirasida ishtirok etishimiz biz uchun katta tajriba. Mahoratimizni charxlab, imkoniyatlarimizni oshirib boryapmiz. Tasvirga olish jarayonida qizlar xalqaro turnirlarga hozirlik ko'rishayotganini aytib o'tishdi. Shubhasiz xorijiy tajriba kerak va aynan shuning uchun mutasaddilar terma jamoamiz vakillarini sport taqvimidan o'rin olgan musobaqalarga tayyorlab, qizlarimizning ishtirokini imkon qadar ta'minlashga harakat qilishadi. Yangi dasturimiz bizga ma'qul kelib, ayni damda mashg'ulotlarda shug'ullanib kelyapmiz. Kompozitsiyamiz boyitilgan elementlarni mukammal bajarishga harakat qilyapmiz. Ustozlarimiz ham biz bilan tinimsiz mehnat qilishyapti. Osiyo o'yinlariga saralanib, ishonamanki, yurtimiz sha'nini munosib himoya qila olamiz. Demak, oz fursatdan so'ng yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlarida ishtirok etadigan badiiy gimnastika bo'yicha terma jamoamiz tarkibi to'liq shakllantiriladi. Shubhasiz har bir murabbiyning orzusi uning shogirdlari nufuzli musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, yuqori natijalarni qayd etishidir. Shuning uchun ham ustozlar shogirdlarga qat'iy vazifalarni belgilab berishgan. Yangi mavsumda sportchilarning ijrosiga jiddiy talablar qo'yilyapti. Dasturlardagi barcha elementlarni toza bajarish katta ahamiyatga ega. Ozgina xatolik uchun ham ballar sezilarli darajada olib tashlanyapti. Artistik yondashuv ham yuqori baholanadi. Raqs va balet bo'yicha xoreograflar, shifokor, psixologlar va yana ko'plab turli yo'nalishlardagi mutaxassislar katta jamoasi bir bo'lib harakat qilyapmiz. Muhimi, biz hammamiz bir maqsadni ko'zlab, imkonimiz darajasida harakat qilamiz. Avvalo qizlarimiz sog'-salomat bo'lsin. Toshkent 2025 Osiyo o'yinlarida ishtirok etadigan gimnastikachilarimiz o'smir yoshda bo'lib, ular bilan ishlash oson emas. Emotsional holati va musobaqalar oldi hayajonini to'g'ri nazorat qilib, har biriga individual yondashib ishlasak, umid qilamanki, belgilangan vazifalarimiz albatta amalga oshadi. Девочек есть все возможности. Bizga katta mas'uliyat yuklatilgan. Albatta, hayajon ham, mas'uliyat ham katta. Muhimi, o'z ishimizga katta muhabbatimiz va mahoratli qizlarimiz bor. Guruh mashqlarida qizlarimiz 5 ta halqa va 5 juft bulava bilan tayyorlangan dasturlarimizni mukammallashtirib boryapmiz. Biz bilan ishlayotgan katta jamoaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va barchani ishonchini oqlashga umid qilamiz. Gimnastikachi qizlarimiz o'z salohiyatlarini namoyon etib, yurtimiz sharafini oldinda turgan mas'uliyatli musobaqalar doirasida munosib himoya qilishlari aniq. Biz esa bu jarayonni kuzatishni davom etamiz. Sport bilan birga bo'ling.